Assalomu alaykum ahli YouTube. Bizda mana ishlar jadallik bilan ketyapti. Molxonamizni qurilish ishlari. Sesnalarni quyib oldik. Bugun xudo xolasa oxir quyish jarayoni ketyapti. Yana oxirimizga hozir appalovkalarni tiklab bo'ldik. Alhamdulillah. Xo'p, razmerlarni aytib o'tsam, bizda mana oxir bilan devorning orasida 85 sm joy qolyapti. Oxirimiz mana oldi qismidagi bo'rtiga eni 15 sm bo'lyapti. Oxirimizni ichi mol yem yeydigan joyi 45 sm bo'lyapti eni. Xo'p, asosiy mol baylanadigan joyimiz oxirda oldi tarafi enini 18 sm qildik. Sinovdan o'tgan 18 sm normal bo'ladi. Kimdir 20 sm qilib olyapti, 25 qilib olyapti. 18 rosa normal holat. Oxirimiz umumiy uzunligi xo'p, bizda 8 metr bo'lyapti. Xudo xolasa 7 ta buqa mana shu maza qilib turadigan joy bo'lyapti. Keyinchalik mana yana ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda latogimiz bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ish jarayonlarini qo'yib boramiz. Kunda yangi videolar chiqarib turamiz.